Assalomu alaykum, hurmatli apparatchi akalarimiz va apparatga qiziqadigan aka-ukalarimiz. Bu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Mana shu orqamda turgan dinamiklar sotiladi. Hozir qanday dinamiklar va qanday peshalkalar ichida borligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, unda birinchilikda sredniy dinamik korpusimizdan boshlaymiz. Tepasida 750 driver originali turibdi. O'sha eng katta rupor bilan, o'sha turlichali rupor deymiz. Ko'pchilik bundan izlayveradi. Mana shundan qo'yilgan tepasida va bu yerda bo'lsa Macaulay 18 dyumli sredniy dinamikimiz turibdi. Bu original dinamik. Internetda ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r ishlaydi. Mana shu tayyor holatdagi. Va nizalarimizga o'tamiz. Nizalarimiz umumiy hisobda turdoni, ikkitasi RCF, ikkitasi Paudio, ya'ni 2241 deymiz o'zimizda tilda. Xo'p, ikkita RCFimiz mana ko'rishingiz mumkin va ikkita takidagisi bo'lsa 2241 tayyor holatdagi dinamiklar. Qo'shimchasiga mana ko'rishingiz mumkin. Monitorlarimiz ham bu SAR 12 dyumli kolonkamiz qo'yilgan va tepasida visokida 51 peshalka qo'yilgan. Bunisi ham originali. Xo'p, do'stlar, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Dinamiklarimizni ko'rib chiqdinglar. Tayyor holatdagi, faqat kanizga ulaysizlar, bemalol to'ylarga borib, xalqimizning xizmatiga borsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, umumiy hisobda hammasi 1300 AQSh dollari savdolashgan joyi bor. Egalarining raqamini qoldiraman. Batafsil ma'lumotlarni egalarini o'zlaridan olasizlar. Bitta telefon qilinglar, sizlarga albatta kelishtirib, savdosini chiroyli qilib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday qiziq va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun arzon texnikalar akkauntiga obuna bo'lib qo'ying.